Assalomu alaykum. Ushbu videoda Karvon Host boshqaruv panelida qanday oson harakat qilishni va bronlashlar hamda buyurtmalarni boshqarish uchun kerakli funksiyalarni tezda qanday topishni ko'rsatamiz. Asosiy ekranda kelgusi bronlashlar bo'yicha ma'lumotlar va ish rejalash uchun asosiy vositangiz bo'lgan taqvimni ko'rasiz. Chap tomonda asosiy menyu joylashgan bo'lib, u orqali buyurtmalar bo'limiga o'ting va u yerda joriy buyurtmalar hamda ularning holatini tekshiring. Xizmatlar mahsulotlar bo'limida xizmatlarni qo'shish va tahrirlash. Manzillar bo'limida manzil va integratsiyalarni boshqarish. Hisob bo'limida profil va sozlamalarni o'zgartirish. API bo'limida tashqi tizimlar bilan integratsiyalarni sozlash mumkin. Buyurtmalar bo'limini ochib, hozirgi buyurtmalar va ularning holatini ko'ring. Boshqaruv panelidagi taqvim orqali esa rejalashtirilgan bronlashlarni tezda ko'rib chiqishingiz mumkin. Bo'limlar orasida o'tish uchun kerakli menyu bandini bosing. Har bir bo'lim intuitiv interfeysga ega va kerakli ma'lumotni tez topishga yordam beradi. Endi Karvon Host boshqaruv panelida qanday orientatsiya qilishni bilasiz. Asosiy funksiyalarga tezkor kirish va buyurtmalar hamda bronlarni samarali boshqarish uchun menyudan foydalaning. Agar savollaringiz bo'lsa, yordam bo'limiga murojaat qilishingiz yoki qo'llab-quvvatlash xizmatiga xabar yuborishingiz mumkin. Tomosha qilganingiz uchun rahmat.